Benim ismim Adam. Etner padişahlığının şahzadesi. O yerdə sırlıq Galiskar tələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güc-qüvvət ataqım var! Hey! Mən Bu çağda yolvas, əriş yollusu qaydınıdır. Mən Xeyməngə, aləmdəki ən qudretlik Adəmgə aydınım. Benim özgürüş sırımni dostum Şadutberi soğursırız. Yasa ol, benimki. Ve Olko 3 kişili bilir. Biz birlikte rezillik mənbiyi İlanta kalesini kelgen Alvasla bilen töreş kılırız. Haha, ben bu yerge ters geldim. Kudretli cilga. Bu çoğunkuş cezmen loicimo. Bu cilga karaydı. Tacavuzculardan korkaydı. Ravayette şundak değildi. Eğer balısını oğulamakçı bolsam, erkitim tız boluş gerek. Sen tuqqandın ki, mə'ul balığı meni körsetmemge boysunishni o'gitimi? O seningdek cho'ng bo'lganda, mening cho'ng xonimim bo'ladi. Bütün itler ko'rib qo'ysin, ko'rib qo'ysin. Adam, bu korkunçluk ovoz rasmdagi qor burkitnikiga o'xshaydi-ku. Berikel eriş yolusu, o suratdagi qor burkiti. Oh, Adam, tez qaranglar. Oh, yo'q. Meningcha o rasmdagi narsa emas. Bu yoqqa kelinglar, hargiz ensirmanglar. O qudratli jilg'ini qo'g'daydigan Loidimo, biz hozir bu yerdan ketolmaymiz. Bağlışamsa. Eriş yolusu, hadi. Adam beni boyutma. Hatırlayacağım bu, ben seni tutup aldım. Seni taşıp etmeyeyim ha dostum. Dila, ben qandoqlarcha adam bilan bu nasbasqa yerga kelib qoldim. Bu yoqqa kelgin do'stim, jilg'idagi buloq suyining har yilda bir qatim etilib chiqadiganligini so'zsiz bizga aytib bergan-ku. Bugun suv etilib chiqadigan kun. Sen berib suv ichgin. Sehr seni Xeymanga o'xshash botur ham kuchli qilib talaydi. Oh, sen qandoq deysan, erish yolusu. Ishlamayapti, men cho'qinadigan mabut Xeyman. Sen rastlı şundaq his qilatamsan, Dila. Bir nima deyish qiyin. Biroq hamma narsa burunqida yaxshi bo'layotdi-ku. Soğuk şamal chiqsa bo'ladi. Issiq shamol chiqyotdi. Jazman jilg'idan kelgan. Tezroq bo'laylik. Agar kechiksak yana 1000 yil saqlaymiz. Biroq hech qaysimiz unchalik yashay olmaymiz. Axir erishadigan bo'ldim. Bu mening o'ylig'imdimi cho'nka?
Onun apis geliştin burun bu yerden tızrak gidi. To'g'ri, mush yerda. Nima? O senin sihir puntanın mı? Qaraganda qupquruqli turdi. Sehr suyimi ko'rinmaydi. Meningcha umid yo'qdek qiladi. Bu suv 1000 yilda bir qatim chiqadi. Lekin men so'zsiz aniq vaqtini aytib bermagandi. Yaxshi, o yaxshi tızrak çıksın. Olmasa biz kuşun lezzeti taamı bop kalımız. Tezroq tug'in arish yo'lisi. Biz u qushqichi qilmasak, u nemishga bizni avar qiladi ekan. Menimce biz loyinin apısını çekilmeğinden keyin onun dep bakmamsa. O nemishki mangla agishib oldigan. Yana biroz avarchilik quturg'a o'xshaydi. Yetib ol. Sen kim? Men deyla, ular mening do'stlarim. Odam bilan arish yo'lisi. Ben danavas. O qush nemishki mangla agishib oladi zadili bilmedim. Ehtimol u sehrli buloqni qo'g'daydigandir. Sen kuch quvvatga erishish uchun kelganma? Shundoq. Aytishlar qaraganda bu yerning suyini issa kuch quvvatga erishidi ekan. Albatta, men kuch quvvatga tayinib yovuzlar bilan jang qilaman. Lekin buloq ko'zi qayerda? Buni bilgim keldi. Ostimizda bor. U itilib chiqqanda ondan bilamiz. Qaranglar, u yana keldi. Hey do'stim, endi qobiliyatimizni ishlatadigan vaqt keldi. Sehr suyuning chiqishini kutib tursak bo'lmaydi. Yana keldi. Asta. O nemishqa bizdan neri ketolmaydigandi. Bolasini qo'g'dayotgan o'xshamamdi. To'xta. O'xjondiki nima u? Xeyma, arish yo'lisi. Sizlar vaqtida keldinglar. Bu g'alati maxluq bir ayolga taxta silyotdi. Men uni qo'g'day desam, kuchim yetmadi. Tezman do'stim. Ben sehr suyunu içkendeki karametimni andin görürse. Do'stim, cho'qqiga o'ymalab chiqib, loyining opisiga ayt. Biz uningga ziyon yetkazmaymiz. O bizning tilimizda uqsi bo'ladi. Bu neymiş? Adam! Arish yo'lisi! Sehrsi chiqdi! Qong'ich bo'linglar! Tez bo'linglar! Kılsın iş. Rivayet bütünley doğru ki. Hey, arish yo'lisi, uqsimag'ansa, bu bilsin, bilmasin, biz Dilaga yordam berishimiz kerak. Qudratchilig'idan bir qahramon chiqsa, men uchun yetarli. Loyni opisi jiddiylashib sarang'olay deb qoldi. Danavas uning bolasini o'g'irlab ketdi. Ne bo'ldi? Bu meningcha ishonish qiyin. Ajoyib ish. Bu to'g'ri. Sehrning roli. Bu yoqqa qo'zal. Sehrning kichik qushni cho'ng'aytib o'tishiga ishongim kelmaydi. Bu nima degan cho'ng? Yangi sehrimga rahmat. Sen butunlay meni tizginlashimga o'tding. Bu chatoq bo'ldi. Suyuq. Hemen bilan arish yo'lisi qahramon bo'lish fursatiga erishib olmasin. Endi Xeyman bilan arish yo'lisidan ehtiyot qilish kerak. Dila, chatoq yo'qdi.
Men yaxshi, lekin odamlar Arshiyolis qanday bo'ldi? G'am qilma, ularni ayt yaxshi. Meningcha bu yerdan ketishimiz kerak. Hayman. Bu kishini cho'shtiradigan sayohat bo'ldi. Qanday sayohat ko'ngillik bu Xeyman. Gap ketmaydi, Danavas. Haqiqatan ta'sirlik. Ben baxuşam, sen tugashdi. Men bilan qirishayotgan nima u? Nima degan qattiq bo'ron bu Xeyman, ha? Qadam. Danavas. Endi bu shundoq bo'lsa, rostliq xatarlik. Birni fursat bor, sinab boqay, tez. Agar bo'lib qolsa. Arshiyolis, qara. Hayman. Xeyman, g'ayrat qil. Eng yaxshisi qushni o'zini darhol chatga olay. Hey, to'xtab tur. Biroz kuch bo'lay. Vah, u g'alaba qildi. Hayman, u g'alaba qildi. Yaxshi bo'ldi, Xeyman. Dilo, Arshiyolis, yo'lni ochinglar. Oy, o'tishdi. Sen hech nima bo'lmagansan, Xeyman. Men nəhayət yaxşı Arshiyolis, lekin ba'zilarning yana sinab qilishini tashabbus qilmayman. Men sinab boqay dedim, lekin sana o'xshash yurakli emasman. Yaxshi. Kalma. Senin kaçıp ketişin fakat vaqtliq. Xeyman, biroq Ettir podshohligining kuni oxirlashadigan bo'ldi. Podshoh bilan xonish dengiz tarafda. Yasovul bilan qo'shinning tayyorligi yo'q emasmi? Ular Okon ordu qaytirib o'tibdi. Hozirga tushadi ekan. Noidima, u yana qaytib keldi. Arshiyolis, bu yoqqa kel. Nima ish bo'ldi ekan, qarab boq. Men ularning nima deganini bilaman. U mening gapimni tushunadi. Qanday qoldi? Danavas uning bolasini tutib ketibdi. U bolasini qaytirib kelmoqchi. Men uningga yordamni ishtirganligimizni aytdim. Undaq bo'lsa, Dilo, sen yangi do'stlarimiz bilan o'rda qaytinglar. Lekin odam u. Odamda g'am qilma. Ularning xabarini olmoqchi bu yerdan ketmaymiz. Biz o'rdada ko'rishaylik. Sirek bag'in. Şahzadə adamlar bütün padişahlıq mening oyog'imga bosh qo'yidi. Mening buyruqimni anglaydi. Anlaysiz be? Yo'q, Xeyman bilan Arshiyolis batarab qilmang. Gapimni uqdingmi? Oko, sen qayerda? Tezqara Dilapni o'chib qo'shirdim. Uqdim, sening ostin karavotga diqqat qildim. Biroq biz tezroq mangayli. Ular keldi, Oko. Nima qilish kerakligini bilishing kerak. Bize tutuverish bu narsanglar az qolmaydi. Tez bo'g'in. Biz uning ostida uchib o'tib ketamiz. Tutmadım Dilap, tutmadım. Çıkıyorlar beni düşüp gidelim kodalar. Şilik demeyi şimdi kölerler. Qara, Oko. Bu qush nihoyat xatarlikkan. Nima xatarlik? Bu yerda gidelim. Xeyman bu yer bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Tezroq bo'l, Arshiyolis. Etmirning ilonlarimi seningdan yaxshi yuguraydi. Men asli olsam piyodamanman. Nima, bu ovoz boshqacharoqda qiladi-ku. To'g'ri, u lo'ijimi? Dila uningga bu yerga kelib bizni ep ketishni topilibdi. Dila bizning munch tiz keldirganligimizni o'ylamagan bo'g'aydi.
Sosrisning yeniga bor. O seyir bilan jilg'ining qudratini qo'g'laversin. Loyi Jimo sizlarni boshlab borsin. Dila, ben kalp kalıp kıymen yardımını şey deymen. Keyingi qitim, Oko. Men sana va'da qilay. Dila bilan Oko kepti. Kichik qush Loyni qutqizadigan sahar qaytirish to'g'risini o'ylab boqay. Faqat ashunda qolgandila uni opasining qishi qaytirg'ili bo'ladi. Hiliqida navasga kelsak, to'g'ri, uningga boshqa turmay. Qayg'uni yengiltish, bir oz mehribonlik. Onaning tushunishi, balaning yig'isi. Dila, ben yeni çınaşlık vereleyim ben. Ular keldi. Kelgini bek yaxshi bo'ldi. Oko. Kerak yo'q deyla. Oko'ga zahar qaytirish to'g'risi bir oz to'kilib ketdi. Asli o sangi tayyorlangan. Danavas uchun boshqa turmayli. Sehr suyining roli qachonli bo'lmasin yo'qiladi. Xuddi Oko asli kelganga o'xshash. Neymiş bu oldu? Minunca. Yirika Oko. Rahmat sana so'zsiz. Uni tushirib etkin. Oh ya. Oh, benim amalım kalmadı. Her şey olursa dikkat qil. Oh ya, oldu kıl. Rabbima her şey olursa mana men keldim. Yaxşı oldu hemen, emdi men demiş kılıma. Meningcha hozir kuchni markazlashtiradigan vaqt. Aşk istövende neymiş kılıvatıdı? Ya bol her şey olursa. Bunda haldıratma. Senin yaxshiroq amalin bormi? Ha, hozir. Her şey olursa kaçtı. Bırak Heyme, sen yenili benim kulumda. Heyme, unutup kalma. Ben bu nerseni başkuramayım ben. Tutur her şey olursa men amal tapay. Senin bu nersen beni şıktırgan uçmamdı. Men bu yerning sap havosini yaxshi ko'raman, biroq manzir ko'rishni yoqtirishimni atayin. Sen... Senin köyünü bir intayın hoş al ben. Beni yer düşürüp koy, düşürüp koy. Kuda, ahır yergi düştüm. Yerzimin, ben sana taynime, seni söyleme. Ben bu dersin onun görüşünü bitkilmem. Qani, hüneringni ko'rayli. Heyman, zahar qaytirish to'g'risini aytgandim. Yaxshi qipsan, Dila. Ağzını yuqaraq aç Loyi. Menimcha, doğru yeydigan vaqtim bo'ldi. To'g'ri uninbadi. Seni yo'g'an bo'lsin lekin qalbi kichik Loyiga o'xshidi. Endi mening o'ylig'inimdek baxtlik oila bo'ldi. Bırak, danavasını vergen doğru kalmadı. Unutib qoldingmi, Oko? So'zsiz uning tendi kuch-quvvat o'zligidan yo'qaydi degan-ku. Mushundaq bo'lsa, u bu yerda eski ish qilinmaydi. Endiş qilma Heyme. Ben bu sabakni qabul qilaman. Ben bütün kuchim bilan jinoyatimni yuvishga tirishim. Ben bütün hayotimni, gunoyimni yuvishga ishirdim. Bu rost.
Dostlarınız bilen birlikte sayahat qilish intayin ko'ngillik ish. Lekin echinishlik shuki, ba'zilar ojiz va kichik hayvonlarga ziyon selish orqali ko'nglini xush qiladi. Bu hikoyamizdagi Danavasga o'xshash. U Loy Jimoning kichik bolasini o'g'irlab, nurg'un eski ishlarni qildi. Shunlashqa bundan keyin go'zal joylarga berib qong'ichi o'ynasingizmi, lekin yaxshi ko'rganlar narsangizni olmang. Shunda qilsangizmi, go'zal narsadan o'xshashli hozir ola olasiz. Xayr xo'sh do'stim.